Xabaringiz bor, shu yil 1-apreldan boshlab mamlakatimizda ayrim to'lov va savdo operatsiyalarida yangi tartiblar joriy etildi. Endilikda davlat organlari xizmatlari uchun to'lovlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvi bo'yicha hisob-kitoblar, alkogol va tamaki mahsulotlari xaridi, avto yoqilg'i, quyish shoxobchalaridagi to'lovlar, 25 million so'mdan yuqori tovar va xizmatlar uchun hisob-kitoblar naqdsiz tarzda amalga oshirilmoqda. Xuddi shuningdek, ko'chmas mulk hamda ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan avtotransport vositalarini xarid qilish bo'yicha to'lovlar naqdsiz qabul qilish tartibi ishlab chiqildi. Bu borada davlat xizmatlari ko'rsatish va oldi-sotdilarni notarial rasmiylashtirishning ham yangi mexanizmlari joriy etildi. Ayni shu borada Xorazm viloyatida mazkur tizimni samarali joriy etish maqsadida viloyat adliya boshqarmasi va Markaziy bank viloyat boshqarmasi tomonidan viloyatdagi xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar hamda davlat xizmatlari markazlarida fuqarolar uchun zarur sharoitlar yaratildi. Barcha davlat xizmatlari markazlarida to'lov qilish uchun mobil ilovalar orqali hamda maxsus QR kodlar to'lovlarni amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ko'chmas mulkni oldi-sotdi qilish uchun notariusga keldik. Joyimizda oldi-sotdi etatimiz. Bu bo'yicha biz bankka bordik. Banka orqali to'lovlarni amalga oshirdik. Dam eshikning to'lov jarayonida qiyinchilik bo'lmadi. Ishimiz oson va tez bitdi. Pulni biz egasiga emas, bankka to'ladik. Pulni oluvchiga bank orqali beriladi. Ko'chmas mulk va transportlar oldi-sotdilar rasmiylashtirish notariuslar va banklar o'rtasidagi elektron ma'lumotlar almashinuvi orqali tezkor va ishonchli tarzda yo'lga qo'yilmoqda. Ko'rsatilayotgan xizmatlarning tezkor va shaffofligi, xavfsiz hamda qulayligi aholi tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Mana bugun men davlat xizmatlaridan foydalanish uchun keldim. Mana shu to'lovlarni amalga oshirish uchun to'lovlar uskunasidan foydalandim. Qulay, tez bo'ldi. Hech qanday muammo bo'lmadi. Ishimiz ham tez bitdi. Yaratilgan qulayliklar uchun rahmat. Ushbu tartib moliyaviy shaffoflikni ta'minlaydi, yashirin iqtisodiyotga chek qo'yadi va asosiy fuqarolar uchun xavfsiz hisob-kitob tizimini yaratilishiga xizmat qiladi. Markaziy bank viloyat bosh boshqarmasi tomonidan hududlarda tashkil etilayotgan seminarlar ham davlat xizmat ko'rsatuvchilari, tashkilotlar, kommunal tarmoq korxonalari hamda fuqarolarga naqdsiz to'lov amalga oshirish tartibi batafsil tushuntirib borilmoqda. 1-apreldan to'lovlarimiz hammasi plastik kartalarga o'tib xalqqa manfaatli bo'ldi. Kartalarda soliq foizlari hammasi davlat byudjetining o'zida qoladi. Ishonchlilik va shaffoflikni ta'minlaydi. Kartadan to'lov qilish, kartasi yo'q odamga muammo emas. Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalaridan skanerlab QR kodlarni chiqarib qo'yibdilar. Kelgan iste'molchilar ham shu skanerlash orqali to'lovlarni amalga oshirib turibdilar. Shu pullarning kirim-chiqim tarixlarini ham ko'rsa bo'ladi. Ushbu tizim o'z navbatida iqtisodiyotda shaffoflikni ta'minlash va soliq tushumlarini oshirishga xizmat qiladi. Avtomashina sotib olmoqchi edim. Notarial idoraga oldi-sotdi ishlarini qilish uchun borgandik. Notarial idora 246-prezident farmoniga asosan oldi-sotdi ishlari bank orqali amalga oshirishini aytdi. Biza bankka kelib, eski hisob raqamini ochishda bir martalik to'lov bo'ladi. Biza naqd pullarimizni eski hisob raqamiga qo'ydik. Keyin bank xodimi bizlarga naqd pullar to'g'risida ma'lumotnoma berdi, hisob raqamini ochish to'g'risida. Biza notarial idoraga borib, oldi-sotdi ishlarini qildik. Hech qanday muammo bo'lmadi. Bank xodimlari bizlarga shuning tezkorlik bilan xizmat qildilar. Eski hisob raqamini ochib, naqd pullarni topshirib, keyin shu naqd pullarni plastik ham qilsa bo'ladi ekan. Shu plastik raqamindagi naqd pullarni oljakda hech qanday foizsiz naqd pulatib olsa bo'ladi ekan. Bu to'g'risida ma'lumotnomalar beriladi. Dim tezkorlik bilan ish bitadi. Bundan tashqari aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, bank xizmatlaridan masofadan turib foydalanish, mobil ilovalar va bank kartalarining afzalliklari yuzasidan ham tushuntirishlar berilmoqda. Bu kabi tadbirlar nafaqat shahar markazlarida, balki viloyatning eng chekka tumanlarida ham yil yakuniga qadar davom ettirilishi rejalashtirilgan. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, ushbu islohotlar aholining farovon yashashi, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish hamda raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonini tezlashtirishni ko'zda tutadi.